Yotoqxona mebelni ham bo'lakchasi chiqdi mana. Neobычный uslubdagi yotoqxona mebelimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, mehki joylari ham chiroyli qilib tayyorlangan. Yon taraflari ham mehki. Matraslari ortopedический. Shkaflari ham dapatalka qilib tayyorlab berdik. Xo'p, mexanizmlari zavodchik, ikki tomonda kiyim ilgani sharoitlari bor. O'rtaga kiyim taxlagani javon qilib berdik. Tepalari bo'shlik rejimda ishlaydi. Xo'p, Dirimosiga keladigan bo'lsak, Dirimosi ham neobычный uslubdagi juda ham hozirgi zamonaviy dirimolardan. Ikki tomonida bumbasi, shkafi, spanli va tirimo bitta komplekt holatda hisoblanadi. Narxi kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar.